konsertlar bor-ku. Yoningizda bo'lsa nima qilasiz? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz konsertga. Elmurod Haqnazarovga muxlissiz. Qaysi jihatlari bilan ajralib turadi boshqa qiziqchilardan? Просто sergapligidan-da, javdari. Shu. Ki vodiyligi. Vodiylar bir so'zli bo'ladi-yu, sizlar bilan erishadi. Hazillari shunaqa javdari, qishloqcha deydi biz vodiyliklar tilida. Shu ko'proq gaplari takrorlanmas, hammasidan ajralib turadi. Ko'pchilik qiziqchilardan farqi bor-da, shu hammani tortadi. Ya endi o'zimizni shevada jaydaricha hazillari bilan keyin har xil 18+ nimalari yo'qligi uchun boshqa qiziqchilardan ajralib turadi. O'shaning uchun kiramiz. Ham o'zimizni, ham shahar, o'zimiz ham vodiydanmiz. Siz konsertga? Uydan kelyapmiz. Yo'q, qaysi viloyatdan demoqchi? Toshkentdan mana hozir javobda. Bundan sanaqa siz darrov javobini 2 barobar qilib yetkazib qo'yadi. Shunga endi biz ish qilyapmiz, tushyapmiz. Birinchi marta tushdim lekin. Bir xil odam tushunmaydigan gaz ko'rib gapiradi deydi, qo'pol qo'yayotganda. Shunaqa tushunamiz misolcha. Bir xil odam tushunmaydi. Nima dedi, kulmaydi ham. Mana agar bilgan bo'lsangiz, Jahongir Poziljonov bilan bir-birligiga shart berishadi. Qanaqa shart bo'ladi deb o'ylaysiz? Bilmadim, men futbolga ham qiziqmayman. Bilmadim, taxminan hozir xayolga kelmayapti-da. Albatta yaxshi bo'ladi, обязательно u yaxshi qiziq voqealar kutib qolamiz. Xudo xolisa kiraylik. Qaytishda yana qolganini ham taassurotlarni aytamiz sizlarga. U istoriyalarda ko'rib bo'ldik-ku. O'sha futbolkasini kiyib, farsani jonli ovozda qo'shiq aytdilar birinchi marta, shuni eshitdik. Bu menimcha Real bilan Barsa o'rtasida futbol anaqasida garov bog'lash kerak ekan. Shu bo'lsa kerak menimcha. Futbol mavzuda. Ijtimoiy tarmoqlarni butunlay egallab olyapti. Birinchi, ikkinchi kundagi kadrlar, hazillari, umuman o'zingiz ham ko'rganmisiz. Qanaqa o'zi o'tadi konsert dasturlari? Bu уже 3-chi yoki 4-chi marta Xalq do'stligi konsert berish. 3-chi marta bo'lsa, endi yaxshi o'tadi. Xudo xolisa yaxshi o'tib kelyapti. Mana 2 kun men o'z birinchi kun keldim, ikkinchi kun kela olmadim. Birinchi kun yaxshi bo'ldi deyshti. Men o'zim orqada kuzatdim. Bu aka hali joyini topolgan edi. Zritel tomoshabinlarni qabul qilishi yaxshi bo'ldi, zo'r bo'ldi konsert. Xudo xolisa bugungisi ham, ertangisi ham yaxshi o'tadi degan umiddamiz. O'zi Elmurod, Elton, Erik Haydar bor. Qaysi personaj sizga eng ko'p yoqadi? Qaysi personaj? Eng ko'p sizni o'sha ko'nglingizni ko'taradi, mazza qilib kulasiz. Elmurodni o'zi. O'zida. Ha, Elmurodni o'zi. Endi hozir Erik Haydarni hamma yaxshi ko'radi, zo'r ketadigan narsa. Elton obrazi chiqib kelganda menga unaqa Erik Haydarchalik bo'lmagan. Lekin Erik Haydar baribir Erik Haydar. Dizaynda mana konsert qo'yilayotganda baribir hamma jamoa a'zolari birdek harakat qiladi. Lekin mana o'zlarini alohida yakkaxon konsertlaridagi umuman ijodlariga, faoliyatlariga qanaqa baho berasiz? Yaxshi baho beraman. Endi boshidagi birinchi, ikkinchi konsertlarida birgalashib ijod qilganmiz. Bu yil aralashilmadi. O'zi vodiyda tayyorgarlik ko'rdi. Kelib Toshkentda konsert beryapti. Dastur bo'yicha men ko'p anaqasiga xabarim yo'q. Nima haqida endi ko'rib tomosha qilamiz, shunda to'liq bilamiz. Lekin obrazlar yengil emas. Agar ko'rgan bo'lsangiz, konsertni aynan qaysi nuqtasi sizga manzur keldi? O'sha Erik Haydar ko'rinishda menimcha eng yaxshi nuqtasi, albatta Elmurodning o'zini yakka chiqishi. Biz qachon kitob o'qishni boshlaymiz, keyin biz rivojlanamiz. O'zbekiston bu siz bilan biz. Elton Ferganskiy bo'yicha menimcha o'sha ovoz loyihasini o'tgan yil qo'ygani eng yuqori dozani berib bo'luvdi. Menimcha hozir zakovatga qilyapti. Xuddi shu ko'rinishi u shart emas edi deb o'ylayman. O'sha dozani bera olmaydi deb o'ylayman. Ne bir oturaylik, hech kim sushi-mushiga, nima realchilar o'zimiz. Niye maqsadchilarga nima bor? Boshqa nima qiladi? Kattalar ekan. Mo'yseychi, 15 yoshli bola bilan 5 yoshli bola farqi bor. Hozir orqamda yana yoshlar ruscha gaplashadigan bo'ladi. Davay, telefon qilaman. Davay, Hala Madrid, davay.
Elmurod Haqnazarovi boshqa yakkaxon ijod qiladigan qiziqchilardan qanaqa bir yaxshi farqli taraflari bor? Balki kamchiliklari do'st achitib gapiradi. Endi yaxshi tomonlarini aytadigan bo'lsam, ko'proq baribir o'ta yoshlarni baribir ilm, bilimga chorlash bor. O'ta gapirilayotgan gap tagida nimadir olsa bo'ladigan narsalar bor. Yaxshi tomonlari shu. Endi yomon tomonlari deganda yomon tomonlari yo'q deyarli. Har xillik bo'lishini xohlaydim. Uni kamchiligi shu bir xilligiga yondashib qolgan, bir xil obraz, bir xil. Endi hozir men kuzatib tursam, hozir Erik Haydar obrazida ham qaysidir joylarda Elmurod bo'lib gapirib yuryapti-da. O'zi u Elmurod bo'lib qolyapti. Shu kamchiliklar xudo xohlasa. Mana o'zi ham shu yerda. To'g'rimi Elmurod, nima deysiz shunga? Kamchiliklar degan joyga gapiryapman. O'zingizga ham aytaman, orqangizdan yoki kameradan gapiryapti. Mana 100% qo'shilaman. Erik Haydar bo'lib chiqayotganda bir xil ba'zi joyda Elmurod bo'lib qolyapti. Parik obrazdan chiqib ketib. Jahonga chiqqanda. Ikkinchi kamchiligini aytdim. O'sha ovoz loyihasida Elton Ferganskiy chiqqan bo'lsa, hozir zakovatda qilinyapti. Bu bir xillikdan qochish kerak, boshqacharoq narsa qilish kerak degan maslahat. Keyingi yilda endi u gapirtiramiz Elton. Chunki baland nuqtaga bitta urgandagi unga yetkazib undan katta doza urish qiyinroq bo'ladi-da baribir. Keyingi yil endi Elton ham gapirashadi. Inobatga olasiz. Ha, конечно. Erik Haydar kuchlimi, Elmurodmi yo Eltonmi deyishuvdi. Albatta Elmurod, keyin Erik Haydar turadi. Elton obrazi chiqqanda menga Erikchalik bo'lmaganda. Elton boshqacharoqda, endi sportivniroq u ham. Quruq gapiradi. O'zining muxlislari bor. O'shanga unchalik anaqa bir sim chiqmaydi bundan. U oladi faqat. O'shanga. Erik yaxshiroq. Omad tilaymiz konsertga. Sizlarga ham omad, rahmat e'tibor uchun. Endi kesiladigan joylarni kesib tashlasanglar, menimcha bir 10 sekund qoladi. Mikrofonni kesgan. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Xormen, charchamayapsizmi? Qalay bo'lyapti konsert? Zo'r ko'z temasi, Xudoga shukr. Kutganimizdan yaxshi. Duolardan naqasini ko'ryapmiz. Ijobatini deydi-yu. Zo'r bo'lyapti ko'z temasi. Men hozir mana shu yerda turib aytib qo'yishim kerak. Bu hech qanaqa paxta bir to'qima gap emas. Bugungi konsertda qazilarini hozir tushunmasliklaringiz mumkin. Nega xavotir olmanglar? Xudo xolasa 20 yilga yetib boradi. Men faxrlanishim kerak va rahmat aytishim kerak. Meni qo'llab-quvvatlab turgan har kunlik muxlislarga, chunki 3 soat mobaynida joylaridan jilmasdan o'sha 3-soatda ham baqir-chaqir qilib bunaqa azartli konsert, oldingilari ham azartli, juda tempoviy bo'lgani, lekin bu yilgi sidaqa zritilni men ko'rmaganman. Juda azartli, baqir-chaqir, qarsak joyida, aqlli hazillarga ham tushunib, joy-joyida nuqta verguligacha o'tirishibdi. Kamchiliklar menda bo'lyapti, zritilda bo'lmayapti, to'g'risi. Men ularga moslashishga harakat qilaman. O'zi qiziqchiga moslashadi-ku. Bizda zritil o'zi qoyil xullas. Kelayotgan har bitta tomoshabinga alohida rahmat. Doim maqtanaman. Mendagi tomoshabin boshqa immuniteti baland deb gapiraman. Rostga kelsa immuniteti baland. Buni e'tirof etmasam bo'lmaydi. Konsert taklifnomalarini boplabsiz lekin. Kimdan chiqqaningiz? $? O'zimiz shu ikki kishi o'tirib maslahat qilamiz har yili. Elnur Bahodir men shuni qilganmiz. Konsert ilk kunlari ortda qoldi, lekin Instagram o'sha umuman ijtimoiy tarmoqlarni egallab oldi o'sha konsert ilk kunlaridagi kadrlar. Umuman ota-onangizga o'sha maktub, tabriklar, undan tashqari o'sha Ahad Xudoyorov bilan kadrlar, umuman Barsa Real, Jahon akam, shunaqa kadrlar. Umuman kutganmiz mana shunaqa o'tishini o'zi har doim. Yo'q. Endi o'zingizcha hamma o'zicha tasavvur qiladi, tasavvurda bo'lgani, lekin bu darajada bo'lishini hech kim oldindan ayta olmaydi. Bu kutilgandan ham zo'r aylanyapti. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu konsert futbol haqida bo'lyapti deb. Yo'q. Futbol mavzusida umumiy konsertdagi hamma futbol temalarini bunday qo'ysangiz 6 minutga ham bormaydi o'zi aslida.
konsert futbol haqida emas. Konsert asosan o'sha farzand tarbiyasi, ota-onaga bo'lgan hurmat, o'zimizdagi juda ko'p kamchilik, muammolar va yigitlar, qizlar o'rtasidagi kamchiliklar haqidagi. Men o'zi o'sha birinchi ssenariy yozilayotganda, uni yodlab, repetitsiya qilib, Toshkentga o'sha kelayotgan paytim yo'lda bir o'zim ichimdan o'tgan edi. Xudo xolasa shu konsertdan keyin ota-onalariga farzandlar telefon qilib yaxshi ko'rishini, ota-onalar farzandlariga bugundan bunaqa tarbiya qilamiz deb niyat qilishini xohlagan edim. O'sha niyatim 2 barobar amalga oshdi, chunki juda mingdan emas, 100 minglab odamlar Instagram, Telegramda otangizga rahmat, onangizga rahmat, bugundan farzandimizga boshqacharoq tarbiyaniga ko'zimizni ochdingiz degan 100 minglab odamlar yozdi. Bu juda quvonarli, to'g'risini aytaman. Juda anaqa, chunki 100 minglab degan sababi 2-3 ta o'sha jiddiy gaplarim tarqagan. 4 million, 5 million menda emas, boshqalarda ko'rilgan. O'shani hisobiga men kutilmagan narsalar bo'lyapti. Bu xursand qilyapti xullas. Sahnada faqat Elmurod Haqnazarov emas, Erik Haydar ham bor, Elton ham bor. Energiya ham 3 ta odamga nisbatan bo'layotgan bo'lsa. Juda men o'zim chiqsam yayrayman, o'zim bo'lsam maza qilaman. O'zim chiqib o'sha oilaviy hayotimizdagi ijtimoiy muammolarni bemalol maza qilib ijro qilib kuldirib o'qilyapman. Eltonda asosan gapga qurilmagan. Men Elton Ferganskiy obrazini eng asosiy maqsadi o'sha sport. Bu 25 minut sahnada to'xtamasdan yugurib, yana ichida gapirib kuldirib, qo'shiq aytish mumkinligini o'zimga ham isbotlayapman, o'zim uchun birinchi navbatda. Odamlar bundan Elton Ferganskiydan chuqurlashmasdan faqat o'shani jismoniy holatga motivatsiya olishini, sport bilan shug'ullanishini xohlayman. Endi Erik Haydarniki o'sha jiddiy o'sha bu safar endi bola tarbiyasi, ota-onalardagi kamchiliklar, ajrashishlardagi muammolar, kitob mavzusi, eng asosiy nuqta kitob mavzusi. O'sha kitob haqidagi hazillarimga 4000 ta odam har kuni his qilaman. Bitta gapirishcha pauza qilaman. 4000 ta odam o'sha 1 minut qarshi choptirishibdi. Bu juda ham zo'r. O'tirgan tomoshabinga gap yo'q, bitada his qilyapti, tushunyapti. Mana kecha iPhone 16 topshirib shunchaki Erik Haydar berib yubordi. Kim kitob 1000 tadan oshiq kitob o'qigan dedim. 3 kishi qo'l ko'tardi. Qolganlar ham o'qigan, ancha uyatishdi. Keyin savol-javob qildim. Oddiy savollar berildi. O'sha bitta kitobxon do'stimiz bor edi. Shunga shunday iPhone, bugun ham iPhone berib yuboramiz. Xudo xohlasa. Mana Erik Haydarning asosiy missiyasi o'sha qaysidir mavzu yoki fanni olib dars o'tish bo'lardi. Bu yil qaysi fan yoki alloma haqida bo'ladi? Yo'q, bugun ota-onalar bu safar ota-onalar majlisi bo'ldi. Ota-onalar majlisida o'sha maktabdagi ota-onalar majlisi farzand tarbiyasidagi ota-onani roli haqida bo'lgan. O'sha farzandlarimiz o'sha yomon yo'llarga kirib ketayotgan, ichib chekib yuradigan, ajrashib ketadigan, yarim yalang'och kiyinadigan qizlar, qimor o'ynaydigan bolalar, o'qimaydigan farzandlar, ota-onasini hurmat qilmaydiganlar haqida aybdor kimligini topib, uni yechimlari haqida majlis bo'ldi xullas. Baribir konsertni kulminatsion nuqtasi sifatida muxlislar o'sha Jahongir Poziljonov bilan bir-biriga shart berishinglarni e'tirof etishyapti. So'ramoqchi bo'lganim, har kuni shartlar bir xil bo'ladimi yoki o'zgarib turadimi? Yo'q, men 3 kundan beri 3 xil bo'lyapti, lekin men beradigan ikkita shartni bittasi o'sha bir xil qolyapti. Chunki tomoshabinga Jahon akam boshida o'sha Instagramida shunaqa deb qo'ygani uchun uni o'zgartira olmayapmiz. O'shani formani kiyish, Barselona formasini kiyish, chunki kommentlariga shunaqa qilib yozib tashlashyapti. Qachon kiyasiz, va'dangizni bajaring degani uchun o'sha shart o'zgarmayapti. Assalomu alaykum, butun O'rta Osiyo futbol muxlislari. Mana Real Madridda ashaddiy. Futbolga kiyishim kerak edi. Barselonaga o'tyapti. Uzr so'rayman, endi futbolga joydan bezovta qilaman, endi iloji yo'q. Ustiga kiyvorib, ustiga chiqib ketdi Barsa. Lekin Realchilar keyingi yil ketma-ket uramiz bilan. Kun istolyaptimi, qanchalik uddalayapti?
Jahon akammi? Siz qarshisida o'ziga raqobatchi bo'lgan komandani formasini kiyish. Yo'q, Jahon realchilar juda ko'p kelyapti. Har kuni Real Madrid deganda Barselonadan ko'ra Real Madridning muxlislari ko'p kelyapti. Chunki bizda muammo yo'q. Ana Elton Ferganski realchi boshida turib olib 5 minut faqat Barselonani kamchiliklarini aytib Realni maqtaydi. Keyin Erik chiqib turib Realni kamchiliklarni aytib Barsani maqtaydi. Qoch Barsa kelyapti. Rahmat. Qoch Barsa kelyapti. O'rtoqlar, qaranglar. Bugun shartni bajardimi? Jonni yetdim. Nima qochbarsa kelyapti? Dedimmi? Ha, degani. Ana men shart. Qoch Barsa kelyapti. Akalar, bitta narsaga diqqat qilamiz. Deding-ku. Ha, bu tushundim. O'zi oxirgi payt gapirmasanglar realchilarga eshitadigan bo'lib qolgandir. Mani tushunib o'qiyapti. Mayli, Jahongir Podshohov, rahmat. Akalar. To'xtab tur. Realchilar birga chiqib ketaylik. Og'ir qilib. Ha? Qancha ko'tarilmaydi? Yetib olavering. Konsertdan keyin ma'lumotlarni Xo'p, ana. Jahongir Podshohov. Rahmat. Qoch Barsa kelyapti. Katta xonaga yuribsanmi? Xonaga onaringni jinnatni emassan, mana shu so'rayapsan. Muxlismi? Kimsan sen? Samashga o'qiysanmi? Hali bajaraysan, hali suvga qo'yib nima? Normali bor. Qo'lingni namnaqmi, uka? Namnaqmi? Mazam kalbing yo'qdir, internetda kalbing yo'qdir, emasmi? Bagachi. Bagachi iklos. Kimdir maslahat qiladigan bo'lsa, sababsiz nima qilib? Ho'kiz. Maktab dars bo'lyapti, ota-onalar o'qib, ho'kiz. Adashadi. Kim o'zi? Gapni xonalarga yurish kerak. Ha? Onga. Bugungi seans bilan tabriklaymiz. Juda ham zo'r bo'ldi. Yondirdingiz, zal yondi. Umuman bugungi seansdan qanchalik ko'nglingiz to'ldi? Baribir muxlislarga bilinmaydigan, lekin ijodkor o'ziga bilinadigan kamchiliklar ham bo'lib turadi. Ya, endi men bu narsani chuqur tushunib olmayman, lekin ko'nglim to'ldi. Ya'ni Elton Ferganskida yangi narsalar qo'shilib ketdi. O'sha yoqda endi ertaga zo'r bo'ladi o'zimga. Qolgan joy-joyida o'sha har doimgidek yaxshi. O'zim bilan Erikda yaxshi. Elton yana ham kuchaydi, Xudoga shukr. Ko'rinib turibdi-yu, odamlar chiqib ketayotganda o'zi bugun 3-kun bo'lsa, mana oldingi 2 kunda hali yozayotgan, video qo'yishyapti, atmetkalar qilishyapti. O'shandan bilsangiz bo'ladi. O'tgan yili bitta bola yomonlab video qo'ygan edi, yoqmadi. Mana uyatsiz hazillar yo'q ekan deb video qo'yadi.
hammani o'zini darajasi bor. Lekin juda ko'pchilik yoqqani. Bunisida ham juda ko'pchilik hani maqtamayapti, shu to'g'risini aytishyapti. Yoqyapti kerak, bilmayman. Men o'zimga yoqyapti. Hazillaringizni ko'pi mag'izini chaqish kerak bo'lyapti. Ko'pchilik tushunmasdan bittasi bilan suhbatlashib qoldim. Aytdiki, "Men ikkinchi marta tushyapman, чтобы hazillarini chuqurroq tushunish uchun." Yo'q, u muammo emas. Agar kimdir tushunmayotgan bo'lsa, boshida aytdim, 20 yilda xudo xolasa vaqtimiz bor. Instagramga o'sha obraz qilgan edik. Zo'r ketgan, ko'pchilik yozgan. Konsertga ham olib chiqib, nima bo'lyapti, o'lib ketgan. Hay o'ylab ko'ramiz deb qilganmiz, tortib ketgan. Agar o'xshamaganda chiqmasdi. Oxirigacha shunday davom etamizmi? Ko'ramiz. Lekin keyingi yilga Elton Ferganskiy boshqacharoq qilamiz. Mana bir aktyor teatrini juda to'xtatib turamiz. Erikda sport mavzusida qilamiz. Eltonga boshqacharoq qilamiz. O'tgan yil konsert adashmasam 3 kun bo'lgan edi. Bu yil 4 kun. Kelasi rejalar qanaqa? 5 kun yoki 1 haftaga ham cho'zilishi mumkin. Reja qilib turibmiz 5 kun xudo xolasa. Sekin-sekin. Chunki sizni nafaqat O'zbekistonda, balki o'sha qo'shni davlatlardan ham kuzatadigan muxlislaringiz ko'p ekan, kamlik qilyapti menimcha. Tojikiston bilan Qirg'izistondan ko'pchilik kelyapti. Ko'ryapman bayroqlar bilan kelishdi. Orqaga o'tganda ham kecha qirg'izistonliklar juda ko'p kelgan. To'nlar, shapkalar bilan kelishdi, olib kelishdi. Rahmat aytaman qozog'istonliklar, turkmanistonliklar ham bugun 20 tami 30 ta kelishibdi. Voy, xursand qiladi endi odamni. Nima, endi yaxshi ko'ramiz biz ham. O'zi Qirg'iziston bilan Tojikiston, Qozog'istonga ko'p boraman xizmatlarga. Juda muxlislarim yaxshi. Men Rossiyada konsert berganimda ham asosan o'zbek, qirg'iz, tojik, qozoq xalqidagi o'sha muxlislarimiz kirib o'tiradi. Maza. Yayraymiz. Baxt tilaymiz hammalariga. Oila a'zolaringiz o'sha ma'lum sabablarga ko'ra siz bilan bugun birga bo'lisha olmadi. O'zimman shu kunlarda demoqchiman-da. O'rtanchi qizim Aziza opa kelgan, o'sha o'zini olib kelib olgan, qolgan hech kim kelgan yo'q. Dadam oldida turishibdi, acham ham kasal bo'lib qolgan. Endi hozir telefon qilishdi, xudo xolasa ertaga dadang bormaydigan bo'ldi dedi. Doktorlar ruxsat bermabdi. Endi acham tuzalib qolsa, acham bilan onam keladi, xudo xolasa. Lekin ularni qo'llab-quvvatlash sizga shu qadar muhimki, hatto sahnada turib ham ularga murojaatlar qilyapsiz. Juda og'ir bo'lyapti, chunki birinchi kuni kelib o'tirishlari kerak edi. Keyin iloji yo'q telefon qildim. Men dadam o'lib qoldi deb o'yladim, to'g'risi. Prosta qo'rqdim. Keyin telefon qilsam, "Yo'q, yaxshi, baysa." Keyin bugun yo'lga chiqamiz deyishdi. Ertaga biz bugun deyishdi, ki yo'l bo'yi kelyapmiz deyishdi. Bolalardan so'ng keldimi desam, "Yo'q" dedi. Keyin qo'rqib ketdim. Yana telefon qildim. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu ssenariyda bor. Yo'q, ssenariyda yo'q, rostda kelsin bo'lyapti. Lekin o'sha yerda qilmasam boshqa payt iloji yo'q telefon qilishdi. Shu xudo xolasa ertaga kelishadi. Ular qanaqa fikr bildirishyapti? Baribir o'sha vodiyda turib bo'lsa ham o'zligini bir fikrligini aytishyaptimi? Yo'q, endi ertaga xudo xolasa boramiz, xavotir olma deyishdi. Dadang bormaydi, shu achang bilan boramiz dedi onam. Kelsa bo'ldi, zo'r bo'ladi. Tuzalib ketsa. Yo'q. Ushbu konsertdan keyingi rejalar qanday? Balkim ushbu konsert bilan tur o'tkazarsiz viloyatda. Reja bor, ha, xudo xolasa o'tgan yilgidaqa rejalarimiz bor. O'tgan yil o'sha Rossiyaning 6 ta shahrida, keyin Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonda qilganmiz. O'sha organizatorlar chiqqan. Birinchi o'sha yerlarga yuramiz, keyin o'tgan yil 11 ta viloyatda qilganmiz. Toshkentdan tashqari hamma viloyatda qilganmiz. Buxoro, Xorazm qilib. Shuni qilamiz. Qachondan boshlanadi muxlislaringiz uchun anons bo'ladi? Iyuldan. Iyulda bir oy dam olib turib, keyin birinchi Rossiyadan boshlaymiz. Keyin Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston qilamiz, keyin O'zbekistonda yuramiz. Xudo xolasa. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Ko'proq kunlar kutib qolamiz. Ha, sizlar ham ko'pchilik bo'lib kelavering.